Lokatsiyasi Mastona bozor hududidan hovli oqtarib yurganlar, bu video aynan siz uchun bo'ladi. Videoni o'tkazib olishga shoshilmang, hozir bu xonadonimiz bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Bu xonadonimizning kirish asosiy eshigi bo'ladi. Kirishimiz bilan chap tarafda o'zining ikkita xonasi bor. Ro'parada shunaqa katta uchastkani qurib qo'yishgan ekan. Bu xonadonimizning ma'lumotlari 7,5 sotix bo'ladi, 100% pishganlikdan baquvvat qilib qurilgan. Ma'lumot uchun bu xonadonimiz uglovoyda joylashgan, qo'shnilar, muhiti, вообще zo'r, gaz, svet, suv umuman muammo bo'lsa ekan. Shunaqa katta uchastka quraman deb niyat qilib yurganlar bitta like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Inshaalloh hammamizga shunaqa uchastkalar qurish nasib qilsa, bu xonadonimizni narxini taxmin qilib ko'ring, biz ungacha ichkarilar bilan tanishtirib chiqamiz. Bu xonadonimizni narxini taxmin qilib ko'rdingizmi? Egalari bu xonadonimizni $73,000 so'rashyapti. Naqd oladigan xaridorga chiroyli narxlarda beramiz deyishyapti. Bu xonadonimiz 73,000 ga arziydimi yo'qmi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Inshaalloh chiroyli narxlarda olib beramiz. Bu videoni shunaqa dang'aradan katta hovli oqtarib yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. Videoga bitta like bosib, podpiska bosib, bizni kuzatishda davom etinglar.